Yangi uyga ko'chib o'tish har bir oilaning orzusi. Ana shu orzular mustahkam va ishonchli bo'lishi uchun qurilish jarayonlari doimiy nazoratda bo'lishi zarur. Davlatimiz rahbari topshiriqlar ijrosini ta'minlash doirasida qurilish muhandislik obyektlarini sifat darajasi qanday? Ana shu savollarga navbatdagi lavhamiz orqali javob olamiz. Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi ko'chma qurilish sinov laboratoriyasi tomonidan Andijon viloyatida barpo etilayotgan ko'p qavatli uylarda navbatdagi tekshiruvlar o'tkazildi. E'tiborlisi, bu nazorat tadbirlari rasmiyatchilik emas, zamonaviy uskunalar yordamida binolarning beton mustahkamligi, konstruksiyalarning sifat darajasi aniq va xolis baholanishiga qaratilgan. Qurilish sinov ishlaridan amalga oshirishdan asosiy maqsadimiz loyiha talablariga muvofiqligini yuzasidan sinov ishlarini olib borish. Ya'ni jumladan bugungi qurilish obyektimizda binoning asosiy yuk ko'taruvchi yaxlit temir beton konstruksiyalarini beton mustahkamligini aniqlash bo'yicha putur yetkazmas usullari bilan, ya'ni me'yoriy hujjat GOS 22690 standart talablari bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz. Va bu qurilish sinov ishlari doimiy ravishda bosqichma-bosqich amalga oshirib boriladi. Asosiy bu sinov ishlarini amalga oshirishdan maqsad binoning seysmik talablariga va me'yoriy loyiha talablariga, qurilish me'yor qoidalari va shenki talablariga muvofiqligi yuzasidan, ya'ni bino mustahkam qurilishini nazorat qilib borishdan iborat. Bugun Andijon viloyatida qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi faoliyat yuritmoqda. Bu markaz orqali davlat mablag'lari hisobidan qurilayotgan obyektlar real vaqtda nazorat qilinadi. Ya'ni endi qurilish jarayonini joyga bormasdan turib ham kuzatish mumkin. Hozirda tizimga 100 ga yaqin videokameralar ulangan. Ular orqali har bir jarayon doimiy kuzatuvda. Eng muhimi, bu ishlar ortida bir maqsad bor: odamlar uchun sifatli, xavfsiz va ishonchli uylar qurish.